Odamlar juda ajoyib, lekin anaqa. Agar men yoshligimda ko'k choy ichgan bo'lsam, demak ko'k choy ichish to'g'ri. Любой ko'k choyga qarshi chiqarilgan videoga negativ bildirishadi. Agar men yoshligimda beshikda yotgan bo'lsam va men bilan hamma narsa normalniy bo'lgan bo'lsa, demak beshikda yotish to'g'ri. Istalgan beshikka qarshi bo'lgan videoga negativ bildirishadi. Bu narsani tarafkashlik deyiladi. Ya'ni mana bunaqa narsa bor-da. Insonning ahmoqligini va uning fikri o'z aslini olganda dogmaligini yagona eng katta belgisi bu boshqa fikrlarga jag'il chiqish. Qarama-qarshi fikrga jag'il chiqyapti, demak katta ehtimol o'zingiz fikringiz logik обоснованияsi yo'q, shunchaki singdirilgan sizga. Shuni o'zingizdan tushunib olishingiz kerak edi. Doim shunaqa bo'ladi. Masalan, raqamlar boylar orasida alochilar ko'p desa, ikkichilar jag'li chiqadi. Boylar orasida ikkichilar ko'p desa, alochilar jag'li chiqadi va jag'lilar chiqadi. Haqiqat tamom bo'ldi, qabul qilishni o'rganish kerak. U umumiy olib qaraydigan bo'lsangiz, u sizda bor narsa va siz qilayotgan narsa doim ham to'g'ri bo'lib chiqmaydi. Shundan tushunishingiz kerak. Va buni tushunish uchun kuchli intellektual salohiyat kerak bo'ladi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, miyani rivojlantiring, sal bo'lsa ham. Paka.